qilingan ishlab chiqarish miqyosi ortida ko'pincha ko'zga tashlanmaydigan, ammo beqiyos qiymatga ega insonlar mehnati mujassam. Muruntoq konida mehnat qilish bu sharafli va mas'uliyatli kasb. U insonni toblaydi, matonatli va kuchli qiladi. Bu yerda charchoq va qo'rquvga o'rin yo'q. Xatolikka yo'l qo'yilmaydi. Har kuni Muruntoq konida 2500 dan ortiq mehnatkash o'z vazifasini sidqidildan bajaradi. Har birining o'z hayotiy yo'li bor, ammo barchasini birlashtiradigan yagona tamoyil mavjud. Ishni professional darajada bajarish va undan faxrlanish. Muruntoq koni dunyo reytingi bo'yicha top 5 talik ro'yxatiga kirgan bo'lib, bugungi kunda faxrli 2-o'rinni egallab kelmoqda. Muruntoq koni mehnatingiz farovonligiga eltuvchi maskan. Bu oila farovonligi, jamiyat taraqqiyoti va yurt ravnaqi yo'lidagi yaratuvchan mehnat timsoli.